pul to'lashga oid qog'ozingizda siz bu урожайщик jumlalar nima uchun kirityapsiz? Odamlar ahmoq qilish boshqa yo'l topilmadi endi, to'g'rimi? Hisobinglarga faqat la'nat boryapti. Nomardlikda bu mard odam men qilganman deb chiqadi. Biz Toshkentni eng ekologik qulay zo'r joyga aylantiramiz. Siz Toshkentni eng ekologik noqulay joyga aylantirasiz. Tor yo'llarga qilinayotgan shunaqa pulli parkovkalar bu shunchaki pul ketidan quvish, boshqa hech narsa emas. Yo buni ko'rish, bilish uchun katta kalla kerak, yo to'rtta ko'z kerak. Ming ma'ni yomonotlik qilib, yomon ko'rsatasiz boshqani. Muammo hal bo'lmaydi-ku baribir. Assalomu alaykum. Toshkent shahrida bugungi kunda amalga kiritilgan yo'l yoqalaridan parkovka sifatida foydalanish bo'yicha qaror nima uchun noto'g'ri? Bugun shu haqida gaplashamiz. O'tgan hafta oxirida Toshkent shahrini hokimi tomonidan 2024-yil 16-oktyabrda qabul qilingan qaror bilan tasdiqlangan talablar asosida Toshkent shahri bo'ylab avtomobil yo'llari bo'ylariga chiziqcha chizib pulli parkovka sifatida foydalanishga asos bo'lgan mana shu qarorni bekor qilish haqida mening fikrim portaliga jamoaviy petitsiya yoki jamoaviy taklif joylashtirgan edik. Amaldagi tartib bo'yicha bu taklif o'zini belgilangan vaqti davomida ko'rib chiqiladi va moderator tomonidan ma'qullanganidan so'ng bu taklif ovozga qo'yiladi. Qiziq tomoni biz bu taklifni joylashtirib, bu haqida ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarda e'lon berganimdan so'ng qisqa vaqt o'tib bu taklifni kirib matni bilan tanishish imkoniyati cheklab qo'yildi. Yoki bizga noma'lum sabablar, texnik sabablarga ko'ra buni imkoniyati bo'lmay qoldi. Ko'pchilik kirib tanishmoqchi bo'lganlar OneID tizimi orqali tasdiqdan o'tib kirib tanishmoqchi bo'lgan, fikr izoh qoldirmoqchi bo'lganlarga ham mana shu imkoniyatlar cheklab qo'yildi. Bu sun'iy qilindimi yo atayin qilindimi buni keyinchalik vaqt ko'rsatadi, lekin fakt shundan iboratki, mana shunday mazmundagi taklif o'sha jamoatchilik muhokamasiga qo'yildi. Shundan so'ng ijtimoiy tarmoqlarda bu yangilik keng tarqaldi. Buni ma'qullovchilar topildi va shu bilan birga ma'qullamaydi, ya'ni bu fikrga qo'shilmaydigan taraflar ham o'zlarining fikrlarini bildirdi va ayrim holatlarda ochiq aytish kerak, buyurtma shakldagi chiqishlar ham bo'lganligini keltirib o'tish kerak bizning nuqtai nazarimizda. Sababi bizni kiritgan taklifimiz bir yoqlama o'rganilib, Kusherbayev tomonidan nima uchun bu qaror bekor qilinishi kerak, nima uchun Toshkentda pulli parkovkalar bo'yicha qarorni bekor qilish kerak degan masala asoslanmagan degan shunaqa fikrlar bildirildi. Afsuski, jamoaviy murojaatni joylashtiradigan o'sha mening fikrim portalida odamlarni vaqtini ortiqcha olmaslik nuqtai nazaridan biz fikrimizni qisqa izohlarda asoslab misollar keltirmagan holda joylashtirgan edik. Lekin nima uchun misol keltirmadik? Sababi Toshkent shahrida har kuni yo kunora ijtimoiy tarmoqlarda ko'ryapmizki, o'sha tor ko'chalarga ham chiziq chizib qo'yib, pulli parkovka sifatida foydalanib avtomobillarda qo'yilishini qonuniylashtirib berayotgan holat. Bu noqulaylik keltirayotganligi haqida juda ham ko'p chiqishlar bor. Internetga, tarmoqlarga kiring, tiqilib yotibdi bunaqa. Ya'ni bu taklifni kiritish bilan buni har birini misollar bilan asoslab o'tirish shart emas. Bu shundoq ham kundek ravshan hammaga ko'rinib turibdi. Har kuni bu haqida deyarli videolar chiqyapti degan ma'noda joylashtirmagandik, lekin vaziyat nuqtai nazaridan bugun mana shunday ko'chalarni bir ikkitasini aytib o'tish kerak deb hisoblayman. Masalan, bizga ma'lum bo'lgani Toshkent shahrini mana ichki ishlar boshqarmasi joylashgan joy bor, GUVD deyishadi. O'shani qarshisida Said Baraka degan ko'cha bor. Marhamat, o'sha ko'chani o'rganib ko'ring. Yoki Olmazor tumanida Nodira degan ko'cha bor. Ko'ring uni ham. O'zi ko'cha unaqa keng emas, lekin ikki polosali, lekin ana shu yerlarga bir chetiga avtomobillarni qo'yib qo'yilishi tirbandlik keltirib chiqaradi, noqulaylik tug'diradi aslida. Transport hodisasi keltirib chiqarilishi mumkin bo'lsa ham, lekin shu yerlarga ham chizib mashinalar qo'yib qo'yishga imkoniyat berilyapti. Yoki bo'lmasa mana shu Shota Rustaveli ko'chasiga ulangan ko'cha bor, Bobur parkini oldida. Ana u ko'chalarga ham mana shunaqa chiziqlar chizib, o'zi shundoq ham tirband bo'lgan joylarga shuni qonuniylashtirib qo'yilyapti.
Ya'ni amalda yaxshi g'oya sifatida boshlangan qaror amalga oshirishda har doimgidek rasvo qilindi. Nimaga? Chunki pul topish maqsadi eng bosh ustuvor vazifa bo'lib turibdi. Bu yerda odamlarga qulaylik yaratish, shaharni imkoniyatlarini kengaytirish va hokazo degan gaplarga yoki odamlarni jarima to'lashdan qutqarish degan gaplarga shaxsan men ishonmayman. To'g'ri, qarorida o'sha dastlab boshlanganda asosli, ya'ni qo'yish mumkin bo'lgan joylar, kengroq ko'chalar yoki mana Amir Temur xiyoboni yo'lini atrofida kengroq, o'sha yerda masalan Toshkent yuridik instituti atrofida shundoq ham barib qo'yishardi ko'pchilik. Shunga o'xshash joylarga masalan pulli parkovkaga ruxsat berilsa, buni to'g'ri qabul qilish mumkin edi. Yoki boshqa o'sha kengroq bo'lgan va ko'pincha avtomobillar shundoq ham o'sha qo'yilib kelingan joylarga marhamat biz to'g'ri qabul qilgan bo'lar. Lekin amalda bu nimaga olib keldi? Amalda har doimgidek yotib qolguncha otib qol degan ma'noda tor ko'chalarga ham tiqishtirib mana shunaqa pulli parkovkalar qilib qo'yildi. Eng qizig'i 327 taqiqlovchi belgilar turgan joyga ham ruxsat berib qo'yildi. U taqiqlovchi belgi nima uchun qo'yilgan o'zi bu yerga? Uni shunchaki kimdir kallasiga kelib qolgan uchun qo'ymagan-ku uni. O'sha yerdagi mavjud holat, avtomobillar oqimi, yo'lovchilarning xavfsizlik nuqtai nazaridan qo'yilgan. Bu yerda to'xtamalaring degan ma'noda. Lekin mana shu umumiy necha yil davomida qilingan mehnat, xizmat hammasi bir tiyinga chiqarilib, pulini to'lasang marhamat degan narsa bo'ldi. Hayotda hamma narsani ham pulga chaqib bo'lmaydi. Pulga chaqilmaydigan narsalar ham bor. Buni tushunish kerak shu qarori tashabbuskorlari. Dastlab men ham bu qarorga e'tiroz qilmagan edim va o'ylagan edimki, o'sha keng odamlarning harakatlanishiga, haydovchilarning ham harakatlanishiga xalaqit qilmaydigan yo'llarga shundoq ham o'zi majburlikdan qo'yib yurganlarga shunaqa imkoniyat beriladi, pulini to'lab mayli qo'yadi. Shunaqa ko'chalar bo'ladi degan fikr bor edi. Lekin amalda dabdalasini chiqarishdi buni. Shu boisdan vaqt o'tgandan keyin bu qilayotgan ishda ma'no mantiq bo'lishi kerak, chegarani unutmaslik kerak degan nuqtai nazardan men bu qarorni tag-tug bilan umuman bekor qilib, qaytadan boshqatdan mana shu talablar doirasida qaror qilish kerak ekan degan fikrga kelib, bu tashabbusni kiritganman. Mayli bunga qanchadir aholi qo'shilar, qanchadir qo'shilmas, lekin har bir qilinayotgan harakatda avvalo inson hayotini ustuvorligi yo'qolishi kerak emas. Pul topish bosh maqsad bo'lishi kerak emas. Tor yo'llarga qilinayotgan shunaqa pulli parkovkalar bu shunchaki pul ketidan quvish, boshqa hech narsa emas. Boshqa holatni tushunish mumkin edi. Shundoq ham yo'l yoqada, magazin oldilarida yoki boshqa xizmat ko'rsatish shoxobchalarining oldida o'zi mashinalari kelgan odam mashinani qo'yish mumkin bo'lgan joylar bor edi. Ularda mana latoklar usti ochib tashlanib, o'sha yerga endi kira olmasin, shu tekin joydan foydalana olmasin deb turib, latoklar ochib, ariq ochib qo'yib, shu yo'l yoqada pullik parkovka qilib, bu yerda avtomobil harakati xalaqit beradigan bo'lsa ham, lekin pul ishlash ustuvor bo'ldi. O'sha avtomobillar qo'yilib, mana chizib qo'yilyapti. Bu qilinayotgan ishni tagida shunchaki soqqa qilish, odamlarga qulaylik yaratish emas. Ko'rinib turibdi-ku. Yo buni ko'rish, bilish uchun katta kalla kerakmi? Yo 4 ta ko'z kerakmi? Endi bu yo'q, bizning maqsadimiz qulaylik edi, aholiga shunchaki bepul qulaylik qilmoqchimiz degan bu yolg'onga kimni ishontirmoqchisizlar? Muhtaram tashabbuskorlar, muhtaram Toshkent shahar hokimi. Bu gap, bu lag'monlarga ishonmaymiz biz. Mayli qanchadir odamlarga aytarsizlar, davay bizni qarori himoya qil, boshqa Kusherbayev yomon, u xato fikrlayapti, u dushman degan gapni aytarsizlar boshqa. Lekin mavjud vaziyat o'zgarmaydi. Ming ma'ni yomonotlik qilib yomon ko'rsatasizmi boshqami? Muammo hal bo'lmaydi-ku baribir. Ya'ni men aytayotgan gapni men o'zim osmondan o'ylab topmadim. Bu xalqda odamlarning gapi. Odamlar ko'zi bilan ko'rsatib turibdi, nima qilib tashyapsizlar? O'zi shundoq ham ko'chadagi tadbirkorlarda do'konini yoki o'sha ishxonami nima nomini yozib qo'ygan, yozuvlarda ham bu reklama pulini to'lamasa deb oldirib tashlandi ko'pi. O'sha yerdan ham pul qilinmoqchi edi. Shu darajaga borildi-da. Pulli parkovka g'oyasiga biz qarshi emasmiz. Men ham qarshi emas. Ya'ni men ham qo'llab-quvvatlayman. Lekin baraka topkurlar. Me'yor bilan qilish kerak-da buni. O'sha chet ellikiga o'xshab xalaqit bermaydigan,
doimiy qo'yib yurgan yo'llarda qilinglar, infrastrukturani yaratib bering, qiling, gap yo'q. Mana 24 soat ishlayotgan yo'llar bor. Misol uchun, Sergeli tuman hokimiyatining ro'parasida 24 soat ishlaydigan qilib qo'yishdi o'sha yo'l bir qismini bitta yuradigan qilib. Chet-chetida haqiqatdan avtomobillar to'xtab turish uchun anaqa bordyurlar bilan joy qilib qo'ygan. Haqiqatdan kelib to'xtagan odam, masalan, shunga o'xshash joy bo'lsa, hech qanaqa masala bo'lmaydi. U shunga mo'ljallangan o'zi, qilindi shu. Lekin kechirasiz, o'zi yo'l tor bo'lsa, avtomobillar tirband yuryapti-da, siz bu yoqda yana uni bitta polosasini olib, bu pulli parkovka, to'xtashing mumkin, mana soqqasini to'la, xohlagancha to'xtab tur deb qo'yib qo'yapsiz. Qolganlar nima qiladi? Yo'lovchilar nima qiladi yo'ldan kesib o'taman degan? Haydovchilar nima qiladi ishga yo o'qishga boraman degan? Shuni ham o'ylash kerak-ku. Eng yomoni jamoat transport, avtobus nima qiladi? Qisilib, boshqa qilib, faqat so'kish, la'nat eshitilyapti shu ketidan. Yo ishonmasanglar, ana gaplashinglar oddiy odamlar bilan. Shu hisobiylarga faqat la'nat boryapti, shotingizga, shuni tashabbuskorlarning hisobiga. Nimaga? Chunki sog'lom fikrlash yo'q, sog'lom qarash yo'q. Faqat pul tomonlama ko'rish kerak. Ya'ni eng qiziq kulgili nima ham qilib qo'yib, pul to'lashing kerak deb turibdi, yana pul to'lash bo'yicha qog'ozni qistirib ketadi, mashina qo'ysa. Eng qizig'i, qog'ozda qarang, bitta e'lon berib qo'yibdi yana. Угрожающий deydi-ku, mana yozib qo'yibdi. Mana bitta sizlar ham buni ko'rgansizlar, o'sha mashinangizga pulini to'lashga qistirib ketadigan talonmi, nimasi o'shanga qarasangiz yozib qo'yibdi. Avtomobilni belgilangan to'xtash joyiga qo'yganda yo'l harakati qoidalariga rioya qiling. Bu sizni jarimaga solinishdan saqlaydi. O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 128-moddasi 6-qismiga asosan 2 bazaviy hisoblash miqdori. Kechirasiz, sizni bu talon pul to'lashga oid qog'ozingizda siz bu угрожающий jumlalar nima uchun kirityapsiz? Bu sizni mashinani pulini to'lamaganlik yo mashinani o'sha pulli parkovkaga joylashtirish masalasiga nima daxli bor buni? Pul to'loviga oid bu qog'ozda bu. Ya'ni bu yerda yo'l harakati inspektorlarining vazifasi. Yana nima? Poytaxt parking texnik operatori inspektorlik xizmati. Yana bu nima bu? Bitta tadbirkor-ku bu, qo'pol aytganda. Bu anaqa qo'rqitayotganini qarang buni yana. Bittasi shuni o'qib ham voydod, men jarima to'lar ekanman, pulni to'lamasam deb to'lasin deb aytmoqchisizlar-da endi shundan, to'g'rimi? Odamlar ahmoq qilishni boshqa yo'li topilmadi endi, to'g'rimi? Bu yoqda daraxtlarni tagi bilan kestiraverasizlar. Shahar hokimiyati. E'tiroz yo'q. Javobgarlikka kelganda voydod men emasdim deb ana obodonlashtirish xodimi orqasiga yashirinib olinadi. Nomardlikda bu, mard odam men qilganman deb chiqadi. Lekin nomardlikda javob berishga kelganda obodonlashtirish xodiminikidan ham past. Shuni ortiga yashirinadi. Bular qildi deb, lekin vaholanki o'zi qildirgan vaqtida. Ana quruvchilarga ham ana yangi soliqlar qo'yib tashlangan, hammasi aholining bo'yniga tushyapti. Hammasiga, chunki quruvchi ham umumiy xarajat ichida qo'yadi o'sha yangi dom qurilayotganda, yangi binoni. O'shandan kvadrat metridan kelib chiqib aholining bo'yniga qo'yadi. Sotib oluvchining bo'ynida. Faqat odamlarga qo'shimcha yuk qilib berilyapti. Mana endi to'xtab turish uchun pul, men hozir Toshkentda o'ylab topilayotgan pul ishlashni, men soqqa qilishni hammasini sanab berishga hozir vaqtim yetmaydi, lekin shu bo'lib qoldi-da o'z maqsad. G'oya. Bir vaqtlar mana shu Toshkent shahar hokimi ham ishga kelganda birinchi bergan va'dasi bor. Mana shu nechinchi 23-yilning boshlarida edi shekilli, biz Toshkentni eng ekologik qulay zo'r joyga aylantiramiz deb. Siz Toshkentni eng ekologik noqulay joyga aylantirib qo'ydingiz. Hokim o'sha aytganingiz teskarisi bo'ldi o'zi. Odamlar norozi bo'ladigan joy bo'lyapti. Mana shu pulli parkovka g'oyasi chiroyli, butun dunyoda bor bu. Yaxshi qilishadi ular amaliyot, lekin bizda rasvo qilinyapti. Siz o'sha qilingan qarordan odamlar qanday rozi bo'ladi, bunday yuring. Avtobus ichida o'tiring, bir fikrni eshiting, shu ko'chalardan yuring. Men yuqorida aytdim. Mana Olmazor tumanining Nodira ko'chasi, mana Said Baraka, mana Guvidining to'g'risi. Mana Bobur parkini atroflarini bitta ko'ringlar yaxshilab. Yuringda odamlar rahmat aytayaptimi yo la'nat aytayaptimi hisobga. Bir tahlil qilib ko'rish kerak. Biz e'tiroz qilmaymiz, bizning fikrimizga xohlanglar qo'shinglar, xohlamanglar qo'shilmanglar, lekin bitta narsa aniq. Mayli. Biz qo'ygan o'sha tashabbusni texnik tomonlama balki bo'lgandir, hech kimni aybisiz yoki maxsus qilingandir, odamlar kira olmayapti, lekin bizning matnlari qolgan. Bir safar to'xtatib qolinar, moderator tasdiqlamas, oliy majlisga chiqarsizlar, zo'rlik qilib. 2 safar
Lekin bitta narsa esingizdan chiqmasin. Odamlarda huquq bor, jamoatchilik nazoratining subyekti sifatida har bir fuqaroning haqqi bor. Kerak bo'lsa 10 marta joylashtiramiz. Bu tashabbus. Kerak bo'lsa 100 marta joylashtiramiz. Toki siz mana xato ishlarni to'g'rilamagunizcha. Biz pulli parkovka g'oyasiga qarshi emasmiz, lekin mamlaqa shaklda qilinishiga qarshimiz. Mamlaqa shaklda faqat pulli ketidan quvib qilinishiga qarshimiz. Rasvo qildinglar amalda. Bunisiga qarshimiz lekin. Qachon shuni o'ylab odamlar nimaga e'tiroz qilyapti? Balki shular ham bir narsa, bir real gap aytayotgandir, bekorga emasdir deb toki odamlarning fikriga quloq solmaganlarcha 100 marta kerak bo'lsa 1000 marta joylashtiramiz mening fikrimga. Kimga chiqasiz? Qayerga zo'rlik qiladi? Farqi yo'q. Har bir fuqaroning haqqi bor. Bu tashabbus men joylashtirishim shart emas edi o'zi. Uni istagan fuqaro joylashtirishi mumkin. Mayli, bir safar o'tkazilmas, 2 safar o'tkazilmas. 100 marta qo'yiladi. Ko'ramiz, umrimiz tugaguncha kerak bo'lsa qilamiz. Qani qayergacha borar ekan? Bu prinsipial masala. Nimaga sizlar xato qildinglar? Chiroyli boshlangan ish dabdala qildinglar. Ijrochilik dabdala bo'ldi. Shuning uchun qaroringizni boshqatdan to'g'ri, buni to'g'rilab bo'lmas ekan qarorni. Uni taktik bilan bekor qilish kerak. Yangidan chiqarish kerak qaror. Aholini shu yerda yashovchilar fikrini inobatga olish kerak. Faqat kabinetda o'tirib eng aqllisi menman degan narsani yig'ishtirish kerak. Odamlar bilan fikrlashish kerak. Sizga odamlarning o'zi zo'r taklifni beradi. Quloq solish kerak. Ksenofobiyani yo'qotish kerak. Kim bo'pti bu odamlar deb mensimli kibr bilan qarashni yo'qotish kerak. Hokimmi u, vazirmi u, hokim o'rinbosarimi? Mana shu xalq ichidan chiqqan, osmondan tushmagan. Bosh osmonga yetgan bo'lsa, oyoq yerda bo'lsin deydi. Ana shuning uchun shunaqa bosh osmonga chiqib ketib qolgan vaqtida aholi odamlar, shu qator men ham fuqaroman. Mana shunaqa tashabbuslar bildirib, ana oyog'ingiz yerga tushirishga harakat qilamiz. Sal yerda yurlaring deb. Shuning uchun va eng qizig'i, biz haqimizda mayli biz hammaning fikrini hurmat qilamiz. Meni tashabbusli mana shu taklifni mening fikrimga berganimni normal qabul qilmadi-da ba'zi. Nima emish? Vazir maslahatchi shu ishni qilyapti. Baraka topinglar. To'g'ri, men ish vaqti vazir maslahatchisiman, lekin meni vazir maslahatchidan ham ustun boshqa mavqei, maqomim bor. Eng kuchli maqomim bor meni mavqeim. Bu O'zbekiston Respublikasining fuqarosi degan maqom. Men mana shu mamlakatning fuqarosiman va bu tashabbus men vazir maslahatchisi bo'lganim uchun emas, O'zbekistonning bitta fuqarosi bo'lganim uchun, Toshkentda bitta yashovchisi bo'lganim uchun men kirityapman. Ana shu menga huquq bergan. O'shani unutish kerak emas. Ya'ni meni ham haqqim bor shunaqa fuqaro sifatida berilishga va men fikrimni talqin qilishda avvalo fuqaro sifatida shuni kiritganligimni, faol fuqaro sifatida kiritganligimni inobatga olishlar, shunga e'tibor qaratishlarini so'rayman. Bu vazir maslahatchisi uydi, nimaga u bunaqa narsaga qarshi boshqa. Nushtu, men fuqaroman-ku bir vaqtda o'zida. Xo'p, qaysi masalalarga qo'shilmayman, qaysinisi qo'shilaman. Men shunaqaman. Men fuqaro degan maqomni prezident maqomidan ham kerak bo'lsa yuqori ko'raman. Hamma 38 million O'zbekiston fuqarosi shunday huquqqa ega. Shuni bilib qo'yish kerak. Va shularning bitta bo'lagi sifatida men bundan foydalanyapman. Xo'p, nima qilibdi? U davlat xizmati sifatida beriladigan qo'shimcha maqom, u xizmat, u xalqni bildirilgan ishonch yo'lidagi xizmat. Lekin hozir mana shu Toshkent shahar hokimining qarori bu xalqqa xizmat qilmayapti. Bu bir guruh tadbirkor lobbistlarga xizmat qilyapti. Hech qanaqa odamlarning manfaati ko'zlanmayapti bu yerda. Boshda chiroyli maqsad bilan boshlangandi, ko'zlanar endi deb o'yladik. Men ham e'tiroz qilmadim, qo'llab-quvvatladim va dunyoda bor ko'p joyda shunaqa pullik bo'lish kerak deb, lekin bunaqa darajada bardak qilib qilinadi deb o'ylamadim. Tor ko'chalarga ham tiqib, endi domlarning orasiga tiqib tashab, shu qoldi o'zi. Bitta shu yerlarga ham qo'yib qo'ysa, hamma joyga qo'yib qo'ysa, faqat pulni soqqa qilish bo'lsa, gap yo'q. Ya shu nafas olishimizga ham menimcha shu chiqlar o'ylab topilsa, cho'qqisiga chiqqani shu bo'ladi. Bu ketishda shu ham bo'ladi. Mana shu shahar jamoasi bilan. Qisqacha aytmoqchi bo'lganlarimiz shu edi. Men hech kimni so'kmagan, haqorat qilmagan holda, tuhmat qilmagan holda izoh qoldirishinglarni so'rayman. Hozircha o'sha texnik tomondan kirib bo'lmayapti negadir, men ham kira olmayapman. Biz mana shu mening fikrimning moderatorlari bor.
uni o'sha yurituvchilari bor, institut bor Oliy Majlis huzuridagi. O'sha institut xodimlariga men jur'at tilayman. Uni buni bosim qilayotgan bo'lsa, ularga e'tibor qilmasdan buni ovozga qo'yish kerak. Marhamat, ochiq maydon, xalq agar odamlar ovoz berishni xohlasa, ovoz berishga qo'yib bering, chunki prezidentimiz tomonidan bu mening fikrim portali e'tirof qilingan odamlar shu yerda tashabbusini bildiradi deb. Siz prezidentimizni tashabbus bilan tashkil qilingan bunaqa xalq uchun maydon bo'lgan bunaqa maydonda mahrum qilinish hech kimning haqqi yo'q. Siz ham qilmaysiz, boshqasi ham. Sizga bosim qilayotgan bo'lsa, unda boshqa bosim qilmaydiganiga beringlar. Agar bir safar rad qilinsa, ikkinchi safar, uchinchi safar aytyapman, 10-100 marta kerak bo'lsa qo'yiladi. Bilsin, bu signal bo'lyapti bu. Shu ishni rasvo qilayotganlar. Izohlarda fikrlarni qoldirishingiz mumkin. Ortiqcha gapirgan bo'lsam, kimgadir yoqmagan bo'lsa uzr so'rayman. Nima bo'lganda ham mustaqil fikringiz bo'lish tarafdoriman. To'g'ri, men ham eng to'g'ri fikrni aytmayotgandirman, bunga qo'shilmaslik mumkin. Hammaning o'zining fikri bor. Lekin biz nimani aytmoqchi, nima uchun bunday qilganimizni izohlab bermoqchi edim. Katta rahmat, sog' bo'linglar. Aytayotgan gaplarimiz va qilayotgan ishlarimiz doim bir bo'lsin. Omon bo'ling.